Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Uzbastro Gamer. Bugungi videomizda do'stlar sizlar bilan bir Minecraft Bedrock uchun yaratilgan bitta modni sinab ko'ramiz. U modda, короче, zombilardan epik narsalar tushadi. Misol uchun zombini o'ldirsanglar, sizlarga bironta bir qilich yoki shunga o'xshagan, xullas epik narsalar beradi. Shu modni let's play qilib o'ynab sizlarga ko'rsatib beraman. Albatta bu modni Telegram kanalimga tashib qo'yaman agar o'zingizlar sinab ko'rmoqchi bo'lsanglar. Xo'p, unda boshlaymiz. Birinchi bo'lib do'stlar, video boshlashdan oldin kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib va o'zingizlarning fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'p, bo'lmasa birinchi navbatda ozroq daraxt chopib olaman. Ozroq daraxt kerak bo'ladi, xo'p. Sizlarga aytgan edim do'stlar, men Bedrockda ham videolar olib turaman deb, chunki Bedrock Javaga nisbatan ancharoq yaxshiroq. To'g'ri, modlarda baribir Java kuchli. Mod yoki shunga o'xshagan narsalarni o'rnatib, modlar bilan o'ynashda Java baribir kuchli, lekin agar FPS sizlarga kerak bo'lsa, misol uchun o'yinni silliq o'ynamoqchi bo'lsanglar, Bedrock yaxshi. Shuning uchun xullas men o'yinni silliq o'ynamoqchiman. Modga keladigan bo'lsa, mod qo'shdim, o'sha kerakli modda. Hop, qolgan modlar shart emas. Hop, ozroq daraxt chopdim. Endi kech bo'lguncha endi mayda-chuyda ish qilib turaman. Kech bo'lgandan keyin jang boshlanadi. Hop, chunks necha ekan? 76 ekan. Hop, 20 qilib qo'yamiz chunks 20 ham yetadi. O'z qayerdadir zombilar ovozi eshitilyapti. Hop, qayerdadir zombilar bor. Albatta uni keyinroq qilamiz, masalasini hal qilamiz. Hozir daraxt chopib tun bo'lishini kutamiz. Kechqurungacha ozroq narsalar qilib qo'ysam, masalan, qalqon yasab degandek. Hop, shuning uchun ham menga katta versiyalar yoqmaydi, chunki katta versiyalarda anaqa baland joylar yo'q. Xullas, negadir bar katta versiyalar unchalik Minecraftdagi menga negadir yoqmaydi. Mana kimga qanaqa, lekin bu meni fikrim. Xullas, yana bir narsaga kelsak, do'stlar, men kanalimga ko'rayotgan bo'lsanglar, qanaqadir pismiqcha nomi ostida u qanaqa bor ekan, qishloq bor ekan. Pismiqcha nomi ostida videolar chiqyapti. O'sha Zak King mana shunaqa YouTuber videolarini o'zbek tiliga o'girib, anaqa holatda короче chiqaryapman. Bu hech qanaqa sizlar haqoratlash, misol uchun ismga qilayotgan bo'lsam, u ismni haqoratlash o'sha yoki shunga o'xshagan narsa emas. Men prosta kulgu uchun, hazil uchun chiqaryapman, chunki to'g'ri bu to'g'ri tushunganlar albatta yaxshi kommentariy yozib yo'q qilyapti, lekin noto'g'ri tushunganlar, misol uchun o'ziga olib anaqa yurgan, agar kimdir o'ziga olib anaqa qilgan bo'lsa, misol uchun xafa bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr so'rayman do'stlar. Bu prosta hazil uchun tayyorlayapman bu videolarni. Shunchaki kayfiyat ko'tarish uchun. Chunki baribir negadir ham u boshqacha chiqarilgan, chunki so'kinganida, ya'ni so'kinish so'zlari qo'shilganda baribir video qanaqadir boshqacharoq chiqyapti, shunga qo'shyapman. Hop, ozroq chopib oldim. Endi buni olamiz va qishloqqa go. Bo'pti, qishloqdan temir topib olarman. Hop, 13 ta, mana shuni 20 ta qilib qo'yaylik. Hop, bir 3 kuncha asha modni sinab sizlarga ko'rsatib beraman, ya'ni 3 tun davomida zombilar bilan jang qilib, ulardan qanaqa mod lootlar tushganini sizlarga ko'rsatib beraman. Mana bu yerda Days Played degan yozuv bor, ya'ni o'ynagan kunlarimizni ko'rsatib turadi. O'sha 3 kun to'lgandan keyin va tamom. Videoni to'xtataman o'sha joyda.
Chunki 3 kunning o'zi ham ancha-muncha bo'lib ketadi. Chunki Minecraftda negadir vaqt sekinlashtirilganmi yoki bilmadim. Vaqt o'tishi sekin bo'lib qolyapti. Hop, yaxshi. Hop, nimangiz bor almashishga? Almashishga shart emas, to'g'risi. Unchaki kunni o'tkazib tursam bo'ldi. Hop, marta normalroq narsa bo'ladimi desam, unchalik normal narsa emas. Hop, endi chidasa bo'ladi. Hop, Emerald bor ekan. Hop, qolgan narsalar bizga shart emas. Bu yomon ekan-ku. Buni ichiga buni solib qo'ydi. Qo'y. Hop, buni endi qanaqa chiqarar ekan? Ha, bo'ldi. Buni ichiga narsa solib qo'ysa, ya'ni tasavvur qilib, bozordan sumka oldilar-da. Ya'ni o'zingizlar ishlatishinglar uchun maktab sumka oldilar. Va uydagi sumkalarni, o rahmat brat. Uydagi sumkalar ichiga solib qo'ydilar o'sha sumkani. Qo'rqmang akajonim, sizga ikki beraman. Mana ola-qoling, menga shart emas. Ming bor uzr so'rayman do'stlar. Telefonimni oldim deydi, uni ustiga uni bezuk qilish esimdan chiqdi. O'shanga jiringlab qoldi. Men to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Hop, undan sekin kovlaymiz. Bu yerda ham unaqa hop, buni olsak bo'ladi. Allarni yo'q qilish uchun kerak zombilarni. Va bu unbreaking shart emas. Uni kutib oxiri kelgan vaqtda shuni uxlashga yotib yuboraymi? Qanday go'zal bu olam bir qarab bo'ladi-da. Hop, to'g'risi nonni olishim ham shart emas edi, chunki zombilarning o'zidan normal narsa tushib beradi. Hop, unda endi va nihoyat tun bo'ldi. Endi nima qilamiz? Qilich yasamagan ekanman, qilich yasab Creeper'dan ham mana shunaqa loot tushadigan anaqa qo'shmoqchi edim, modni qo'shmoqchi edim, lekin Creeper'dan ham bunisidan ham tushadigan bo'lsa oddiy bo'lib qolardi. Hop, mana bizning birinchi qurbonimiz. Voy. Hop, meni ko'rmasin. Bundan tushmas ekan-ku. Yoki faqat oddiy zombilardan tushadi. Ne mashina ola olmaydi? Ha? Ola olmaydi umuman eshak. Ha, mana oddiy zombi. Hop, qani bu yoqgacha? Qachcha? Hop, mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, zombidan nimadir tushdi, qarchi. Hop, bu narsa ko'mir tushibdi va 30 bitta hop, bundan ham mana anaqa kristal tushdi. Hop, xullas mana shunaqa yaxshi narsalar tushib turadi-da. Va mana yana ikkita zombi. Yo, voy eshagi. Ke. Hop, sen ham nimadir berasanmi? Voy. Mayli, qarachida. Bildik sen kachoksan. Hop, 3 ta nimadir berdi va hop, buni tashlab yuborsak ham bo'ladi. Buni ham tashlab yuboramiz.
Strange bo'lsa bu kerak. Hop, bu ham hozircha shart emas. Buni ham tashib yuboramiz. Bu ham shart emas, bu ham shart emas. Hop, endi уже bundan buyog'iga bularni sekin-matga yig'ib qo'yaversak ham bo'ladi. Qolib ketdi, bu shart emas va strange. Kuchni ishlatamiz. Golem bor ekan. Bu qishloqda golem bor deb o'ylamagandim. Hop, hozir tundan tezroq foydalanib qolish kerak. Bo'lmasa hozir kun bo'lgandan keyin вообще-то. Va mana bizning qarindosh skeletlar. Hop. Hop. Nimadir. Nega tushding eshak? Yana nima berdi? Ha, bu ham mashinadan berdi. Ya'ni kuchni oshiradigandan. Hop, bu yerda Enderman bironta bir qalqon yoki shunga o'xshagan narsa bersaydi. Voy. Menimcha bu mod faqat oddiy zombilargagina ta'sir qiladi. Shunga o'xshayapti-da. Yo'q, bularga ham ta'sir qilar ekan. Lekin suv zombisi nima aloqasi bormi? Nima berdi? Voy, eshagi. Hop, matga turib olsa kelolmaydi. Portal berdi, eng qizig'i. Ke eshak. Hop, portal ili mana bu nima? Bu ham nimadir? Buni ichidan yaxshi narsa chiqadi. To'g'ri, unchalik yaxshi narsa chiqmadi, lekin chidasa bo'ladigan darajada narsa chiqdi. Hop, Enderman. Ata skelet. Hop. Hozir do'stlar, bir minut. Hop do'stlar, davom ettiramiz. Tak, shu yerga kelgandim. Va bu yerdan chiqib tezroq nariroqga ketish kerak, ya'ni ochiqroq joyga chiqsak, zombilarni o'ldirishimiz. Yo'qol. Yaxshi. Yo'qol eshak. Bu nega unaqa? Yo'qol. Voy, bu namuncha. Normal narsa ham bermaydi. Namuncha bular. Ochiqroq joyga ketmasam bo'lmaydi. Ana kichkina ham orqadan quvlashdan aniq qilmaydi. To'xtamaydi. Ha, menimcha qutuldim. Voy. Hop, mashina oldim. Mana endi nima? Kerak narsalar. Faqat shu kerak. Otobanni qilamiz. Yo'qol. Har bedrockdagi anaqa skelet boshqachada.
Voy eshak, bu hattoki anaqa kunduzda yonmaydigandan ekan. Hop, bundan bitta tayyorlab qo'yamiz va tayyor. Hop, yaxshi. Birinchi kun o'tdi, lekin hozircha anaqa darajada normal narsa yo'q. To'g'ri oldim, lekin juda unchalik emasda. Bittada ikkita o'q otadim bu, desam ikkita ekan. Hop, birinchi kun o'tdi. Xullas, bir amallab. Endi yana zombi topishim kerak. Yana zombi. Bir kungina yashadim. Hop. Blogerlari posti. Bu yoqqa borish shart emas hozircha, chunki hali normal narsa olganim yo'q umuman. Sen bo'ladi, mapga hammikan. Yo, shart emas. Yo'qida to'n qilsammikan? To'n qila qolay yaxshisi. Bar kunduz zonaga yurgandan ko'ra foyda yo'q. Bo'ldi. Xo'p, shu mana yana ketishyapti, yana yo'qqa bilan to'plaganda. Shunaqa joylari bor, chiroyli edi, lekin baribir katta versiyalar menga yoqmaydi. Menimcha bu bekor Sunrise'ga qo'ydim. Ya'ni quyosh botishi. Bundan o'rta tunga o'tkazamiz va bizda mana zombilar hamda hop, nimadir berdi, lekin bilmadim nimaligini. Obsidian ekan. Hop, obsidian. Mana tayyor. Bilmadim nima yasagan, nimadir yasadim. Hop, mana. O'zimcha nimalardir qurdim. Hop, mana zombilar matda. Hop, keling akajonim. O, bachcha yo'qol bu yerdan. Hop, birinchi marta normalroq narsa oldim. Va endi bu yerdan ketsam ham bo'ladi. Hop, lapis unchalik ham shart emas. Ya bu anaqa nima? Zahar. Endi nima oldim? Ya, mana buni oldim. Hop, bunchalik ham qiziq emas. Jonga teggan creeperlar. Creeper ko'p, lekin zombilar kam. Hop, mana zombi 2-3 ham modni o'rnatganingizdan keyin zombilar 2-3 bo'lib bitta joyda spam bo'ladi. Hop, yana oddiyroq narsalar. Berganga yarasha normal narsa bersa bo'lmaydimi? Hop, menda inventarni ochib yuboring. Hop. Voy, bu qatdan o'tishyapti bular. Bitta dona, lekin bedrock bu baribir bedrock. Hop, nima berdi bu? Ha, bittasi kam ham beribdi. Hop,
come on, come on. Jonga tegib ketdilaring borib, bir olma ber. Eshakka o'xshab bir nimalar bermasdan bir olma bersang kerak narsalar ber. Musurka narsalar beryapti borib. Yo'q. Mana Enderman. Hop, jonim kam, bironta bir yaxshiroq narsa bersa o'ladim mana hozir mana. Yana bir musur narsalar beryapti-da. Bir nezritdan bir nimadirlar bersa bo'ladi. İmkoniyati bor. Lekin qilmaydi. Creeperlar esa o'lgudek ko'p. Hop, rahmat. Hop, elektro berdi. Elektro ham kerak. Qanaqa tarqagan ham. Hop, hammasini o'ldir. Va endi bu yerga hamma narsani misol uchun tashlab yuborsam bo'ladi. Bu shart emas, bu umuman shart emas, bu ham kerak emas, kerak emas, kerak emas, kerak emas, kerak emas. Wizard skeletini kallasi. Yo'q, kerak emas. Kerak emas, kerak emas, kerak emas. Hatto bu turib tursin. Xo'p, bu kerak emas, kerak emas, kerak emas, kerak emas, kerak emas, kerak emas, kerak emas. Bu tursin. Xo'p, bu yoqdan bu kerak emas. Xullas, yana bitta tun mana shu zombilar bilan kurashaman. Agar normal narsa berdi, ya'ni bersa berdi, bo'lmasa yo'q. O'zi ikkinchi tun ham tugadi. Ya, hali ham yonib turgan ekan. Hop. Nima sapga demayapsan? Hop. Yaxki. Yana nima musurkalar oldim. Hop, normal narsa umuman olmadim, menimcha. Sizlarni berganim mana shu anaqa bo'ldi. Bu ham shart emas, bu ham shart emas. Shart emas. Bachcha, jonga tegib ketdilaring-ku. Berganga yarasha bir normal narsa ham bermaydi. Lekin hujum qilishni bilishadi. Hop, qana. Nima berdi? Bu birinchi marta normal narsa. Hop, bu shart emas. Maydalayman hozir borib. Hop, cho'chqa go'sht, bu ham shart emas. Hop, bu yoqqa kelaring. Shart emas, kerak emas salla. Menga faqat zombilar kerak. Mana zombi. Hop, nima musur? Mana eshakka qaranglar. Ro'xat. Ana kela qol. Voy, eshak. Prosta hozircha qo'yib berib turibman-da. Qo'yib bermasam mana shunaqa bo'ladi. Hop, jonga tegdi. Mana cho'chqam go'shti shart emas. Yana bir musurka narsa berdi. Oltin olma, nimadir bersa bo'lmaydimi? Bachchaga o'xshab nimadirlar beradi. Yo'qol, creeper.
Creeper. Oh man. Hop, yaxshi. Creeper. Oh man. Hop, normal narsa ololmayman bu zombi itbachchalardan. Hop, yana nimadir berdi. Bilaman, lekin yaxshi narsa emas. Bir musorka nimadir berdi. Hop, nima berdi mana bu? Ender portalli anaqasini beribdi. Hop, bu menga shart emas, bu ham shart emas, bu ham shart emas. Mana buni kiyib olamiz. Hop, yaxshi. Hop, mana bu oxirgisi bu. Voy. Hop. Hop. Voy. Tvacha. Jonga tegasan, bor, shunaqangi jonga tegasan sen. Vardendan ham kuchli mana. Varden ham buni oldida ipesha olmay qoladi, bor. Tushunmayman, shunaqangi kichkina tirranchada bu. Qanaqa otadi uni? Hop, elitra qanaqa qaysi bilan otadi uni? Ot. Ot endi. Короче, bu moddan meni ko'nglim qoldi. Umuman, lekin agar sinab ko'rmoqchi bo'lsanglar, bilmadim. Bu menimcha bu normalroq narsa tushish uchun bir kichkinroq versiyani o'ynayotgan bo'lishingiz kerak. Nezrit boshimga uraman. Nezritdan bironta narsa ber undan ko'ra. Qanaqa musur narsalar beradi? Anem oti bo'lmayapti mishka bilan. Berganga yarasha bir normalroq narsani bermaydi. Creeperlarni bostirib spam qiladi. Bir oltin olma yoki shunga o'xshagan narsa bir marta ham ko'rmadim mag'rida. It tepgan mod ekan, baribir qarg'ish tekkanmi bu modga? Короче, umuman to'g'risi bu mod menga yoqmadi. Buni o'ynasanglar, kichkinroq versiyada o'ynasanglar, balki normalroqdir itvachalar. Hop, nima musurka nima berding? Itvacha. Короче, umuman yoqmadi menga. Normalroq narsa ham bermaydi. Annem o'ldirchi. Bu ham nimadir bir musurka narsa berdi. Oltin olmadan boshqa narsa yo'q bunda. Mana matim eshak. Mallar вообще-то ko'p spam bo'ladi, lekin zombidan darak yo'q. Qarang, ikkitalab creeper. O'l.
Nima? Banihoyat umrida birinchi marta bir oltin olma berdi-yu. Va ular bir kunduz bo'lgandagina jonga kiradim deyman. Короче, beradi, berishga beradi, lekin qiyin ekan bunaqa normalroq narsa berishi. Ay, eshak. Men bilan mana bu shug'ullanadi. Hop, cho'chqani go'shi. Yo'qol. Hop, bu. Yana mana trident. Xullas, 4 kun bo'lib ketdi. Men 3 kun degandim. Xullas, mana shularni eshitdim. Normalroq narsaga keladigan bo'lsak, boshqa unchalik narsa tushmadi. Xullas do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimga obuna bo'lib, o'zingizning fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Albatta, bu modni sinab ko'rmoqchi bo'lganlar Telegram kanalimga tashib qo'yaman va Creeper'dan epik narsalar tushadigan modni ham tashib qo'yaman. Lekin to'g'risi bu mod bilmadim yoki-da bu katta versiya bo'lgani uchun ham normal narsa bermadimi yoki bilmadim. Xullas, men oldinlari buni kichkinaroq versiyada o'ynaganimda normalroq narsa bergandi. Xullas, erishgan narsalarim mana shu, ili bu normalroq, bular qolgan narsalar ko'proq o'zimdan tushdi. Xullas, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlar bilan men Uzbastro bo'ldi. Hammaga xayr.